Afruzaxon, nima bo'lyapti sizga? Ha? Maziz bo'lmayaptimi? Indamay mayli 1-2 kun. Qo'ymayli dedim, indamay turmay, kechasi bir narsa rasmlab qo'yyorsan, xotin olib xotin qo'yadi degandek. Sal masan ketdim, o'y, san qiz, sal o'pkangni bosib olgin. Xo'p? Apesinchi sal bosib oling o'pkangizni. Pustingizni shilib, quyoshga olib chiqib quritib qo'yaman, keyin ana quritilgan po'stloq bo'lib yurasan shun bilan. Mani qiyshaytirma, natura aytyapman. Ipoteka xizmating ham yordam bera olmay qoladi senga. Tushundingmi? Men qo'y mayli, o'sha yerda ishlayapti, mayli, xo'p, endi bitekda ayol kishidir, jahli chiqib. Nima men xato qildimmi? O'y, misr rubkani yopgan, yopolmasang o'zim yopib qo'yaman, juda yaxshi bilasanmi? Ha? Kecha mol kuni kelib, qo'yda ikkita ishton bor edi xolos. Endi bir soat saskaynaga turib olib o'zimga sakrayapsanmi? Men senga aytyapman, qisib yurgin. Bo'lmasa o'zim joyingni ko'rsatib qo'yaman sana. Afruz, men senga aytyapman, kutingni tepaman, joyingni qattaligini ko'rib olasan. Sen men bilan yashab, bu 1-2 to'polonlar bo'ldi, ha? Alishingdamas ekan ayol kishiga baribir. Jemno chiqib gapirib qo'yarga qattiq gapirib. "Vot deymanni senga yuraman, isho mazin qochib chapkonga qarab olmaydigan bo'lib qolasan." Men seni ogohlantiryapman. Buni bugungi gapidagi hech narsa yaxshilik topmaydi. Sen qarab turing. Bu apesincha o'zi nimaga qo'ziyotganini endi tushundim. Ananasdan qo'ziyapsiz, menimcha. Ananasni ham topganda shunaqa takoyin topaman. Odamlik husni jamoliga qarab to'ymaydigan topaman.